Va mana bu finalda haligi rollar taqsimlangan holda kim birinchi raqamda o'ynashi ma'lum, kim ikkinchi raqamda o'ynashi ma'lum, oldindan taxmin qilingan bahs mana nihoyasiga yetdi va u penaltilar seriyasigacha cho'zildi. Penaltilar seriyasigacha cho'zildi degani bu jamoalar bir-biriga teng raqobat taklif etishganini bildiradi. Chunki kecha sharhda ham Orif eslab o'tdi, oxirgi penaltilar seriyasi Real hamda Atletico Madrid jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda bo'lgan edi. O'shandan beri kimdir g'alaba qozonadi. Qo'shimcha bo'limlarga o'tgan o'yinlar bordir, lekin umumiy olganimizda penaltilar seriyasigacha bormayaptimi? Demak, 10 yil davomida teng raqiblar bo'lmagan finalda kimdir nisbatan outsidercha bo'lgan va narigi tomon favoritcha sifatida qayd etilgan. Mana eslaylik, sekin-sekin eslab boradigan bo'lsak, o'sha 16-yildan keyin, o'sha 15-yil bu ma'lum Barselona quturgan payti Juventusdan yaqqol favorit edi. Juventus ham zo'r paytlari finalda yutqazgan. O'yin tomonlama Barselonani ayni o'sha avlodini yutish juda ham qiyin edi va u yerda murabbiy kim edi? Topdingiz, Luis Enrique. Luis Enrique o'zining g'oyalarini endi futbolga singdirishga ulgurgan paytlari edi.